Nimaga men o'z yurtimda ruscha gapirishim kerak? O'zbekcha gapirishga uyalishim kerak yoki bironta bir klientga zakaz olib borganimda ruscha gapirsa, men ruscha gapirishga o'zimni urintirishim kerak. Nimaga kerak o'sha narsa? Hozir bitta holat bo'ldi. Hozir klient emas, restoranda holat, shunaqa holat bo'ldi. Boryapman, ID'sini aytyapman, ruschani bilmayman, yo'q bu yo'q, tanimayman qilyapti-da, to'g'risida. Keyin o'zbekcha gapiraverdim. Tushunsa ham, tushunmasa ham o'zbekcha gap. Menga yomon qarash qilib yotibdi. Nimaga unaqa? Bizlarda shuni o'zbekcha gapirsak, majburmanmi men masalan ruscha gapirishga majburmanmi o'zimning yurtimda. O'zim bilsam ham gapirmasligim kerak-da. Kerak bo'lsa, ular uyalsin. O'zbekistonda kelib yashab, o'zbekchani bilmaydiganlar. Men nimaga xijolat bo'lishim kerak, uyalishim kerak? Ruscha gapira olmaydiganimda. Masalan, chetga chiqing, majbur o'zin tilda gapirasiz. Hozir hayron bo'ldim-da, to'g'risi. Ko'pchiligi biladi, o'zbek tilini biladi, lekin mayli ruscha gap. Ha deyish mumkin, bilmadim. O'zbekchani biladi. Qadab olib boraman-da, o'zbekcha gapiraveraman, ruscha gapirmayman. Bilsam ham, hozir ko'pchilik men bu videoni ko'rib turganlar, hozir bizlar aql o'rgatishga ustamiz-da. O'zimiz bilmasak ham, ismimizni to'g'ri yoza olmasak ham, lekin unaqa, bunaqa ruschani o'rganishga majburmas hech qachon.